Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga homiladorlik davrida foydali vitaminlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Homilador bo'lishni rejalashtirayotganingizda yoki homiladorligingizni bilganingizdan keyin multivitaminlarni qabul qilishni boshlashingiz kerak. Chunki bunday davrda boshqa paytga nisbatan organizmni vitaminlarga ehtiyoji yanada ortadi. Keling, oldin vitamin nima ekanligini bilib olsak. Vitaminlar tanada har bir hujayra va to'qimada biokimyoviy jarayonlarni tartibga soluvchi funksiyalarni bajaradigan va ularni ishtiroksiz biokimyoviy reaksiyalar yuzaga kelmaydigan turli tuzilishga ega bo'lgan moddalardir. Vitaminlar tanada deyarli hosil bo'lmaydi va odam ularni asosan ovqatdan oladi. Homilador ayollar homilani yaxshi rivojlanishi uchun ham, homiladorlikni qo'llab-quvvatlash uchun va asoratlarni oldini olish uchun ham vitamin va minerallarga muhtoj. Homiladorlikda deyarli barcha ayollar folat kislotasini qabul qilishi kerak, ya'ni B9 vitamini. Folat kislotasi tug'ilajak bolaning asab tizimi va boshqa a'zolari to'g'ri shakllanishiga katta yordam beradi. Lekin bizning tanamiz bu muhim vitaminni deyarli ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun ham faqat tashqaridan qabul qilamiz. Yashil bargli sabzavotlar va mol jigari folatlarga juda boydir. Homiladorlikni rejalashtirishdan kamida 3 oy oldin va homiladorlikning dastlabki haftalarida folat kislotasini qabul qilish buyuriladi. Chunki bu vaqtda homilaning asab tizimi shakllanadi. Keyingi modda bu yod. Yod chaqaloqning bosh miyasi shakllanishi uchun juda muhim. Bu jarayonda miya hujayralarini qurilish va rivojlanish ketma-ketligini belgilovchi qalqonsimon bez gormonlari ishtirok etadi. Qalqonsimon bez gormonlarini sintez qilish uchun yod kerak. Homilador ayolda esa yod o'z gormonlarini va chaqaloq gormonlarining sintezini ta'minlash uchun yetarlicha yod moddasini iste'mol qilib yurish kerak. Keyingi modda temir. Temir qizil qon tanachalarida mavjud bo'lgan gemoglobin oqsilni ishlab chiqarishga yordam beradi. Barcha organlarni kislorod bilan ta'minlaydi. Shu jumladan homilani ham yo'ldosh orqali kislorod bilan ta'minlaydi. Temir yetishmasligi nafaqat homilador ayol uchun, balki tug'ilajak bola uchun ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda miyani rivojlanishiga ta'sir qiladi. Chunki miya kislorod bilan muntazam ta'minlanib turishi kerak. Agar homiladorlik paytida onada anemiya kuzatilsa va o'z vaqtida davo choralari ko'rilmasa, kelajakda bolada ta'lim olish va xatti-harakatlari bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Go'sht, baliq, dengiz mahsulotlari, quruq mevalar temir moddasiga juda boydir. Keyingi modda B6 vitamini. Ertalablari ko'ngil aynishlar, oyoqlarda tomir tortishi va ayniqsa asabiylashish homiladorlikda ko'p kuzatiladigan yoqimsiz holatlar. Bunday vaziyatlarda B6 vitamini yordamga keladi. Bu vitamin homila markaziy asab tizimi to'liq rivojlanishiga katta rol o'ynaydi. B guruhiga mansub vitaminlar non, karam, loviya, grechka, yong'oq, baliq mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Yana bir muhim vitamin bu D vitamini. U kalsiy so'rilishiga yordam beradi va bunda tug'ilajak bolaning suyaklari va tishlarini shakllanishi uchun muhim rol o'ynaydi. D vitamini dengiz mahsulotlari va D vitamini bilan boyitilgan sut mahsulotlarida mavjud. Homiladorlar uchun muhim eslatma. Har qanday vitamin yoki mineral komplekslarni qabul qilishdan oldin albatta ginekolog shifokoringiz bilan maslahatlashing.